va bu Ronaldolar ham odammikin o'zi yo bir g'alati anaqami bu robot bu narsa o'ziga sayo inoplanetyanimi bu. Kecha urgan golni qaranglar. Otamdan 3 sinf pastda o'qigan shu bola bunday sal toshib, o'mbalab qo'shib, bunday oyog'ini mayoqlab o'tib to'g'risi. Oldi 20 metrlik bolalar to'g'risi 15 santimetrga zo'rg'a sakrashyapti. U ujuz aylanveryapti tepada. 40 nechiga hammi kirdi-da, u bola o'zi bilmasam, hozir shunaqa yoshda-da, u bunday hozir o'lib qolsa, ana bola o'lib qopti, yosh ketibdi deyiladigan yoshda emas-da, ujuz tushunyapsizmi? Ashunda ham ujuz qaranglar, hali ham zerikmayapti-da. Oddiy gol urib qo'ysa ham bo'lardi. Yo'q, hali ham futboldan zerikmagan. Biz bolalarni qaranglar, Realda bolalarini. 22 ta bola zerikib qo'ygan kecha bu. LCBM degan komanda bilan kecha necha o'ynab qo'yishdi? 2-2. 22 tasi hammasi zerikdi futboldan. Ronaldo zerikmadi, bular uje pensiyaga harakat.